Mubina menga Telegramdan SMS yozing. Xo'p, Yozyapsizmi? yozdim. Qani bering telefoningizni. Qaranglar o'rtoqlar, mana menga SMS yozdi. SMS ham keldi. Endi qarang Mubina, men SMS bosib turaman deb o'chirib tashlayman. Mendan ham o'chib ketadiganni bosib yuboraman, qarang. Mendan ham o'chib ketdi deb o'ylaysiz, lekin menda qoladi. Qalay? Qanaqa qilib? Vashshe zo'rmi? Hozir shu Telegramdagi funksiyani hammaga o'rgatamiz. Undan oldin nima qilish kerak? Bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishsin. Mehnatimizni qadrlash uchun hoziroq videoga like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Xullas sizlarga Telegramda do'stingiz yozadimi yoki biron bir tanishingiz yozadimi yoki begona odam yozadimi? SMS sizlardan o'chirib tashlaydi, sizlardan ham o'chib ketadigan qilsa ham, lekin mana sirli Telegramda qoladi. Hozir sizlarga bu sirli Telegram ilovasini qayerdan olishni o'rgatib qo'yaman. Bu maxsus ilovani faqatgina mana shu ilova Xuzbot Telegramdan yuklab olishingiz mumkin. Xuddi shunaqa qilib poyezga ilova Xuzbot yozasizlar. Mana shu botga kiramiz, start tugmasini bosamiz. Startni bosganimizdan keyin mana shu oyna ochiladi. Entega tushirib, keyin qatoriga o'tamiz. Bu yoqdan ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar, mana sirli Telegram ilovasi bor. Xuddi shuni ustiga bossanglar, men Telegramni tashlab qo'ygan, mana shuni yuklab olib, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Hoziroq sizlar ham oddiy Telegramdan mana shu sirli Telegram ilovasiga o'tib olinglar. Aniq sizlarga foydasi tegadi, chunki buning ichida bundan-da kerakli funksiyalar bor. Hoziroq kirib yuklab olishingizni tavsiya qilaman. Profilimga o'tsanglar, bundan-da qiziqarli videolar bor.